Bu qiz bola qo'lida hech narsa kelmaydi. Remontni ham shunday chala tashlaydi, ketib boradi. Videoni bo'lsa shunchaki axbatini oshirish uchun oldi. Axir u bloger-ku, unda umuman lafziga narsa yo'q deb o'ylayotganlar. Stop. Remont bitadi, uy bitadi. Bitganda ham eng yaxshilari bilan bitadi. Shuning uchun bugun men Inartga keldim. Ota-onamni uylarini remont qilaman deb niyat qilganimdan boshlab, ota-onamning yotoqxonasida hamda mehmonxonada shunaqangi ajoyib Onyx toshlari bo'ladi deb niyat qilgan edim. Lekin turmush o'rtog'im menga undan ham yaxshiroq variant berdilar. Do'kon joylashuvi Alisher Navoiy ko'chasi 39-uyda joylashgan, ya'ni Milliy teatr ro'parasida. Joylashuvi juda qimmat, to'g'ri, lekin sifatiga qaraganda sizlar o'ylashingiz mumkin juda qimmat, lekin 2-3 barobar arzon. Kelinglar, o'z ko'zinglar bilan ko'ringlar. Mahsulot oynadan tayyorlangan bo'ladi. Onyx va mramor toshlardan bir necha barobar arzon. Istalgan dizaynda va o'lchamda tayyorlab berishar ekan. Maksimal o'lchamlari 6 metrga 280 metr. Istalgan turdagi uy, ofis, mehmonxona va restoranlar interyeri va resepsiyonlar uchun ham ishlatish mumkin. Showroomda qanday va qayerlarda ishlatilishi mumkinligini namuna qilib ko'rsatib qo'yilgan. 10 mingdan ortiq teksturalar mavjud. Dizayn asosidagi formati va kачествоsi to'g'ri kelsa, mijoz bergan teksturalarni ham oynaga pechat qilib bera olishar ekan. Oyna qalinligi 4 mm dan 10 mm gacha, standart 6 mm qalinlikdagi oynadan foydalanishar ekan. Alisher Navoiy ko'chasi 39-uyning 1-qavatida Milliy teatrning ro'parasida Inart joylashgan. Bu uy bitadi. Bitganda ham eng yaxshilari bilan bitadi. Albatta, murojaat qiling.